Azizlar, maloshniga mebelni kombinatsiya bo'lganimizni ko'rsatib o'tamiz. Boshlanishiga narxlari bilan tanishtirib beraman. Komplet naborimiz 7 million 400 ming so'm. Sizlarga ko'rsatadigan narsamiz. 7 million 400 ming ichiga nimalar kiradi? Shkafi, lulkasi, tumbasi, ikkalovi pastga tushsa taydek kravat, undan tashqari komodi, chester. Kimdir komod deydi, kimdir chester deydi. Undan tashqari taydi bu joyi butun holatda chiqadi. Xolasa g'aladon qilib ishlatadi, xolasa bolani yotqizsa ham bo'laveradi. Bu polni chiqadi. Bu yoqqa hozir komod o'sib qoldi. Komodimiz shu tortmadan iborat. 100% davodchi holatda mexanizmlari. Bolani pampers alishtiradigan, yo'rgaylaydigan ko'rishinglar mumkin. Chesterlarimiz ham o'ta bahaybat holatda. Kimdir biladi, bularimizni Toshkentda mashina naborlarimizni 2000 dollar atrofida sotiladi. Mashinlarimiz naborimiz 7 million 400 ming so'm. Pulning ichidagi o'ramalari, bolishchalari, pashaxonasi, hamma narsasi komplet ichida beriladi. Mana krashinni holatda MDF ko'rishinglar mumkin bemalol. Masalan, videoda hamma narsa ko'rinib turibdi. Atqilatkali. Xuddi shu narsa mana. 100% davodchi holatda mexanizmlari ham. Razmerlarimiz o'ta katta holatda. Mana ko'rib turibsizlar, eniga 1.30 lik, yonboshi 50 sm bo'ladi. Bunimiz o'sha 1.80, yonboshi 70 sm bo'ladi. Bularimiz bachoyda 50 lik bo'ladi. Balandligi mana 80 atrofida. Eniga ham 80 bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bemalol bu narsa bilan 3 ta bolani katta qila olasizlar. Atigi 7 million 400 ming so'm, atigi 7 million 400 ming degan sababi buncha narsa. Отдельно oladigan bo'lsa, shkaflarimiz arzon tushadi, manejimiz arzon tushadi, komodimiz arzon tushadi. 7 million 400 atiga deganimizga shuncha narsa. Bitta, ikkita tayda kravat, undan tashqari chiqadigan 5 ta shkaf, 6 ta komod bilan 7 ta ichida nabor to'shaklari. Aytsam gap ko'p. Pastda nomerlar qoldiramiz. Ma'lumot uchun aloqaga bemalol chiqishinglar mumkin. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab masofaga qarab dastavka puli belgilanadi.